Assalomu alaykum. Ha, keldingizmi aka? Keling. O'tiring. Как раз siz ishingizni ko'rib turdim hozir. Mana delingiz tayyor. Nechta qiz ishlatdingiz? Endi ishlab turardi aka. Aka shuni anaqa qilib yuboringlar o'zingiz bilan birga. Oling pulingizni. Pora berish ham, olish ham jinoyat, bilasizmi? Xabaringiz bormi? Qo'shtirnoq ichidagi sog'lomlashtirish markazini tashkil qilgan shaxs qo'lga tushgandan keyin xodimga pora taklif qilishga urinadi. Biroq ashyoviy dalillar bilan voqea joyida qo'lga olinadi. Voqea esa Navoiy viloyatida sodir bo'lgan. Fuqaro sog'lomlashtirish niqobi ostida fohishaxona tashkil etganligi uchun unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi bilan to'plangan hujjatlar yuzasidan javobgarlikka tortilmasligi evaziga Navoiy viloyati Uchquduq tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmat xodimiga 1000 AQSh dollari taklif qilib, qilmishlarni xaspo'shlashga urinadi. Kasbiga, burchiga qolaversa qilgan qasamyodga sodiq xodim mazkur holatlar uchun javobgarlik mavjudligi, pora olish, berish va vositachilik qilish ham jinoyat ekanligini tushuntirishiga qaramay, fuqaro bir necha marotaba pora taklif qiladi. Xodimning Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga yozgan bildirgisiga binoan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi va Uchquduq tumani prokuraturasi tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, qonunbuzar taklif qilgan mablag'dan 10 million so'm pullarni xodimga bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan pora bergan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.